Bismillahirrohmanirrohim. Ayatullohi va qudratuhu. Alloh taoloning oyat alomatlari va u zotning qudrati. Va zaharat ayatullohi va qudratuhu fi jismihi thumma fi baytihi va usratihi. Alloh taoloning oyat alomatlari va u zotning qudrati Zakariya alayhisalomni badanida, so'ngra uyida va oilasida zohir bo'ldi. Va vulida Yahya va Yahya alayhisalom tug'ildi. Faqarrat bihi aynuhu va Zakariya alayhisalomning ko'zi undan quvondi. Qarrat aynuhu degani ko'z quvonish. Washtadda bihi azruhu va mana shu Yahya alayhisalom sababli kuch-quvvati mahkam bo'ldi. Azrun kuch-quvvat degani, ya'ni kuch-quvvati mahkam bo'ldi degani. Va ashat bihi da'watuhu va mana shu Yahya alayhisalom sababli, bu yerda biga sababiy bersak, o'sha Yahya alayhisalom sababli da'vati tirildi. Asha o'zi yashadi degani, bunga tirildi degan ma'no bersak yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni da'vati yanada ham rivojlandi. واسمعوا القرآن يحكي هذه القصة تارة في إيجاز وطورا في تفصيل. Mana bu qissani Qur'on gohida qisqacha va gohida esa tafsilot bilan hikoya qilayotganligini eshiting deyapti. Qur'on bizga mana shu Yahyo alayhisalom tug'ilishlarini, ya'ni Zakariya alayhisalom Yahyo alayhisalomni so'raganliklarini Qur'onda bir nechta o'rinda zikr qilinadi. Ba'zida shu muallif aytganiga qisqacha, ba'zida esa tafsilot bilan zikr qiladi. Fayaqulu va aytadiki oyatda Estaizu billahi minash shaytonir rojim va Zakariya id nada robbahu robbi la tazarni fardan va anta khayrul varithin. Eslang, Zakariya alayhisalom Parvardigoriga nido qildiki, ey Parvardigorim, meni yakka tashlab qo'ymagin. Ya'ni nima deydi? Bir o'zimni tashlab qo'ymagin degani, yakka bo'lib qolmay, merosxorim bo'lmasin. Va anta khayrul varithin va sen merosxo'rlarning eng yaxshisisan. Ya'ni menga bir farzand bergin dedi-da, Zakariya alayhisalom, meni o'zini yakka tashlab qo'ymagin dedi. Va sen merosxo'rlarning eng yaxshisisan, ya'ni merosxo'r o'zi nima qiladi? Odam vafot etgandan keyin orqasida o'sha merosini olib qoladi, ya'ni oxirida qoladigan inson. Alloh taolo mana shu qoladiganlarning eng yaxshisi deyapti, ya'ni nima, Alloh taolo hech qachon nima deydi, vafot etmaydi, ya'ni hamma vafot etib o'lib ketadi, Alloh taolo qoladi-yu, o'shani aytyapti. Fastajabna lahu va wahabna lahu Yahya va aslahna lahu zawja. Unga biz ijobat qildik, ya'ni duosini ijobat qildik va unga Yahyoni hadiya qildik va unga uni juftini o'nglab berdik. Ya'ni jufti Zakariya alayhisalomni ayoli kampir bo'lib qolgan edi, farzand ko'ra olmaydigan edi, o'shani biz o'nglab qo'ydik deyapti. Innahum kanu yusari'una fil khayrati va yad'una raghaban va rahaban. Ular yaxshilikda shoshilishar edi va bizga rag'bat qilib va qo'rqib duo iltijo qilishar edi. Va kanu lana khoshiin va ular bizga bo'ysunuvchilar edilar deyapti.